Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Alisher Rasulov musiqasi bilan chumoli qo'shiq bilan tanishamiz. Demak, asarimiz mi major tonalligida yozilgan. 3 ta tovushimizda diyezlar bor, ya'ni fa diyez, do diyez, sol diyez. Qolgan tovushlar o'z o'rnida qoladi. Demak, asarimiz chumoli haqida. Chumoli haqida har qancha gapirsak bo'ladi, ularni halol mehnati haqida va bir-biriga bo'lgan inoqligi haqida so'z boradi. Demak, birinchi dirijorlik qilib kuylab berishga harakat qilaman. Si 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 sol 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 la 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 si la sol fa si 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 sol 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 fa 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 la sol fa mi. Do 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 la la do si mi mi do 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 la la do si mi. Shu jarayon 2 marta qaytariladi. Demak, shu yerda 16 talik tovushlarni chiroyli qilib joyida kuylamasak qo'shiq ochilmaydi. Davom etamiz. Endi bu yerda chorak notalar keladi. Fa la sol la si fa la sol fa mi. Shu jarayonni demak harakat qilamiz, chalib berishga. Marhamat. Si sol la la si la sol fa si sol fa la sol fa mi. Do la do si mi do la do si mi fa la sol la si fa la sol fa mi. Endi shu tovushlar o'rniga qo'shiqlarni, ya'ni so'zlarni qo'yib kuylab beraman. Chumoli charchash nima bilmaydi. Chumoli mehnat qilib tolmaydi. Don yig'ib tolmas ishdan. Chumoli muhtoj bo'lmaydi qishdan. Chumoli don yig'ib tolmas ishdan. Chumoli muhtoj bo'lmaydi qishdan. Chumoli hurmatlashar bir-birin, halollik noni shirin.